Assalomu alaykum. 2025-yil matematika fanidan kirish imtihonlarida quyidagi misol tushgan ekan, shuni yechamiz. Sinus alfani toping. Ilzosda sinus alfa minus ilzosda sinus alfa va bu cheksiz davom etadi. Mana shu nuqta. Shu 1/2 ga teng ekan. Endi bu to'liq ifoda 1/2 ga teng bo'lsa, ichkarida bir qatlam ichkaridagi ilzosda sinus alfa minus ilzos sinus alfa va hokazo bu ham 1/2 ga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki to'liq ifoda ham cheksizlikkacha davom etardi. Ichkaridagi bitta qatlam ham cheksizlikkacha davom etadi. Shuning uchun bu ikkalasi teng bo'ladi. Shuning uchun demak ichkaridagi ildizni 1/2 bilan bemalol almashtira olamiz. Shuni joyiga qo'yamiz. Demak, ichkaridagi ilzosini joyiga 1/2 ni qo'ysak, bizda ilzosda sinus alfa minus 1/2 teng 1/2 tenglama hosil bo'ladi. Buni yecha olamizmi? Yecha olamiz. Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. Sinus alfa minus 1/2 teng 1/4 bo'ladi 1/2 ni kvadrati. Bu yerda ildiz bilan kvadrat ketadi. Endi 1/2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz, u plyus bo'lib o'tadi. Mana endi buni umumiy mahraj beramiz va hisoblaymiz. Sinus alfa teng 4/3 ekan. E'tibor bering, bu yerda masala nimani so'rayapti? Sinus alfani so'rayapti. Alfani so'ramayapti. Shuning uchun demak ark-sinusni ishlatib o'tirmaymiz. Ya'ni sinus alfani so'ragandi va shuni topdik. Javob 4/3. Demak 4/3 ni belgilaymiz. Assalomu alaykum. 2025-yil matematika fanidan kirish imtihonlarida quyidagi misol tushgan ekan, shuni yechamiz. Sinus alfani toping. Ilzosda sinus alfa minus ilzosda sinus alfa va bu cheksiz davom etadi. Mana shu nuqta. Shu 1/2 ga teng ekan. Endi bu to'liq ifoda 1/2 ga teng bo'lsa, ichkarida bir qatlam ichkaridagi ilzosda sinus alfa minus ilzos sinus alfa va hokazo bu ham 1/2 ga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki to'liq ifoda ham cheksizlikkacha davom etardi. Ichkaridagi bitta qatlam ham cheksizlikkacha davom etadi. Shuning uchun bu ikkalasi teng bo'ladi. Shuning uchun demak ichkaridagi ildizni 1/2 bilan bemalol almashtira olamiz. Shuni joyiga qo'yamiz. Demak, ichkaridagi ilzosini joyiga 1/2 ni qo'ysak, bizda ilzosda sinus alfa minus 1/2 teng 1/2 tenglama hosil bo'ladi. Buni yecha olamizmi? Yecha olamiz. Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. Sinus alfa minus 1/2 teng 1/4 bo'ladi 1/2 ni kvadrati. Bu yerda ildiz bilan kvadrat ketadi. Endi 1/2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz, u plyus bo'lib o'tadi. Mana endi buni umumiy mahraj beramiz va hisoblaymiz. Sinus alfa teng 4/3 ekan. E'tibor bering, bu yerda masala nimani so'rayapti? Sinus alfani so'rayapti. Alfani so'ramayapti. Shuning uchun demak ark-sinusni ishlatib o'tirmaymiz. Ya'ni sinus alfani so'ragandi va shuni topdik. Javob 4/3. Demak 4/3 ni belgilaymiz. F hosila 1 ni toping va quyidagi funksiya berilgan. Endi buni yechishning eng oson usuli bu tenglikning ikkala tomonidan hosila olamiz. Endi funksiyani argumenti murakkab bo'lganiga undan ham hosil olamiz va pastda ko'rsatilgan formula asosida, demak logaritm 3 x ni hosilasi 1 taqsim x ln 3 bo'ladi. Va funksiyani o'zi argument bilan birga teng x kvadratdan hosila 2x minus 8x dan hosila minus 8 bo'ladi. 3 dan hosila 0 bo'ladi. Endi bizdan f hosila 1 ni so'rayapti. Demak, argumentni x nechi bo'lganda argument 1 ga teng bo'ladi. Shuni o'ylab topsak ham bo'ladi. Keling, lekin yechaylik. Demak, logaritm 3 x minus 1 teng 1 deymiz. 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak, demak logaritm 3 x teng 2. Bundan x teng 3 ni kvadrati, ya'ni 9 bo'ladi. Demak, 9 bo'lganda x argument 1 ga teng bo'ladi. Endi shuni qo'yamiz. X ni joy-joyiga qo'yamiz. Argumenti 1 bo'ladi, e'tibor bering, chunki o'zi shu maqsad shu edi. 1 bo'ladigan x ni qiymatini topdik va o'ng tomon 2 kira 9 minus 8 teng 10 bo'ladi. Endi f hosila 1 ni topish uchun x tomonni 9 ln 3 ga ko'paytirib yuboramiz va demak yechim 90 ln 3 ekan. Demak, javoblardan 90 ln 3 ni topib belgilaymiz.